Demek, bu sözlerimni anlap amel qilganlar imoratni qo'ram tosh ustiga solgan aqlli kishilarga o'xshaydi. Bo'ron so'qib, yomg'ir urib, kalkun kelgan taqdirdimi, u imorat o'rilmaydi. Chunki uning uli qo'ram toshning ustiga selingan. Biroq sözlerimni anlab turib, amal qilmaydiganlar imoratni qumning ustiga qurgan ahmoqlarga o'xshaydi. Undaq imorat bo'ron, yomg'ir va kalkunning hujumiga uchirganda o'rilib ketadi. O'rilgandimi, intoyin fojialik o'rildi. Hazreti Ayso bu so'zini oyoqlashtirgandan keyin xaloyiq uning ta'limlariga hayron qolishdi. Chunki Hazreti Aysoning ta'limlari nopuzluq edi. Tavrat ustozinikiga o'xshamaydi.